Assalamu alaykum. Ekran oldidagi kompyuter vaskalari ham o'qirmanlar. United Coder ekranimizga xush keldinglar. Bugungi bu sin orqali men sizlarga yumshoq detal tekshirish injiniriniki Turkiyadagi xizmat ahvolini biraqor tunishtirmoqchi. Turkiya ham Yevropadagi boshqa davlatlarni asos qilgan tarbiyalash programmasining uchurini chiqargandan keyin bizniki bir qism qarindoshlarimiz shu Turkiyadagi xizmatlarga nima bilan talab qiladi ekan? Tafsilot uchur bersangiz bo'ladi deb menga savol beribdi. Shunga men shu xizmatlarningki talabi qandoq, qanchalik xizmatlar bor? Shuni shu ekran yuzida tunishtirmoqchi. Men burungi ekranda degandek Glassdoor degan bir shirkat bor. Bu shirkat shu dunyoninki har qaysi joylardagi xizmatlarning uchurini to'g'ri chiqardi. Sizlar shu glassdoor.com to'g'ri chiqib, men izlaydigan o'ringa software test engineer, ya'ni buni yumshoq detal tekshirish injineri deb kirgizib, men location, ya'ni o'ringa Turkiyada kirgizsanglar, hozir 226 position bor ekan. Ya'ni 226 xizmat uchuri bor ekan. Albatta bu tordagi uchurlar kunda yangilandi. Shunlashqa xizmat izlayotganlar yoki shu kasbni o'rganib, kelgusida xizmat topmoqchi bo'lganlar shu torbatga chiqib kunda ko'rib tursan bo'ldi. Tuvanda bir nechta xizmatlarningki uchurini ko'rib boqayli, talablarini. Ama birinchisi Stackpole International deydi. Bu xizmatninki chiqqan vaqti 16 kun burun chiqib ekan. Xizmat shirkatning o'rni Izmirda ekan. Job type full time ekan. Ondan shirkatniki xizmatchining soni 1000 dan 5000 deydi. Bunun talabi nima ekan deganda developing test specification based on requirement deydi. Degani talabga asosan shu tekshirish material yozish, ya'ni test case yozish, test plan yozish, test specification reviews and traceability. Biz odatda test case yozganda har bir requirement, ya'ni har bir talabga birdan test yozamiz, tekshirish materiali. Shu ikkisi birikilishi kerak. Automation of test cases using CAPL and Python deydi. Manada Python talab qiladi ekan. Agar Python o'rganish niyati bor qarindoshlar inglizcha bilsanglar, bizning shirkatniki to'rbatiga chiqib, seleniummaster.com deb topsang bo'ldi. seleniummaster.com. Chiqsanglar mushibat avtomatik ochildi, eslagandan keyin ma courses deganini qarasanglar, online courses. Bu yerda Pythonniki automation ders bor. Bu dersni men o'zim tuzib, o'zim sinib qilib chiqargan. Shu dersni setib olib anglasanglar bo'ladi. Albatta bu ders hammasi inglizcha, 100% inglizcha. Chunki bu inglizni asos qilgan ders. Bizning Uyg'ur School'dagi turbatda darslardan hozircha Java'ningki programmasini chiqarib qo'ydim. Agar qarindoshlar hamkorlashib Python'ninkini Uyg'urcha chiqarsak bo'ladi degislar bo'lib qolsa, men bilan aloqalasanglar, darsingni mushtarbatga chiqarib qo'ysak bo'ladi. Ondan test execution and the creation of test report debdi. Shu testni ijro qilish, ondan report chiqarish debdi. Report tracking and defect tracking to close debdi. Degani shu sistemda xatolik payqalgandan keyin shu xatolikni tekshirib, ondan uni o'ngishgandan keyin xatolikni qayta tekshirib, ondan bu bug yoki xatolik tugadi deb buni to'xtatamiz. Ma desire skills degan nima bo'lganda, talab nima ekan deganda, bunga hands-on testing experiences, manual and automation testing debdi. Ya'ni ham qo'l tekshiradigan, ham avtomatik tekshiradigan shu tekshirish tajribasi bo'lishi kerak debdi. Bo'libmi automotive domainini mashinsozlik debdi.
Bizniki bu tarbiyalashda biz hem manual test ötümüz hem automation test ötümüz. Andın Henderson Experience on Software Unit Functional Integration testini yaptı. Bizniki tekniki tarbiyalashda unit testqa Java JUnit ötümüz. Functional Integration testqa TestNG andın Cucumber framework ötümüz. Maningda Henderson Experience in System Testing yaptı. Andın C language yaptı. Ma xizmatga ham C program talab qiladi ekan. Odatda sizlar ma'lum bir programming language, ya'ni program tilini bilgandan keyin boshqa tilni o'rgansangiz bo'ldi. Bunga ham 4 yildan 6 yilgacha bo'lgan shu tekshirish tajribasi bo'lishi kerak debdi. Andın ma requirementda bachelor degree, ya'ni bakalavrilik unvoni bo'lishi kerak debdi. Qaraganda bu xizmat shu mashinasozlik oid xizmat ekan. Boshqa birsini kirib boqaylik. Masalan, bu yoqda Oplog, ya'ni Software Test Engine'niki Anqarada birisi chiqibdi. 24 soatning oldida. Buningki talab nima ekan deganda, talabni ko'rib boqaylik. Buning talabi nihoyatda oddiy ekan. Solid expertise in software testing, distributed system and cloud technology debdi. Ya'ni yumshoq detalni tekshirish tecrübesi bo'lishi kerak. Andın distributed system degan hatta sistema mundaq tarqaqlashtirilgan sistema. Masalan, şirkatda odatda shu bexatarlik sistemasi, database sistemasi, API sistemasi qatorli sistem bo'ladi. Ashlar sistemini biz distributed deymiz. Cloud technology, ya'ni boshliq texnikasi. Biz tarbiyalash jarayonida Amazon'niki AWS o'tamiz. Andın 4+ years experience in software web application testing. Bunga 4 yillik talab debdi. 2+ years of experience in mobile testing. Biz tarbiyalash jarayonida odatda Seleniumni o'tamiz. Seleniumniki web application testing. Mobile testingni o'rganmak nihoyat oson. Selenium o'rganib bo'lgandan keyin sizlar mobile testingga shu appium.io chiqsanglar, shu albatta butun mobile application testing. Bu Seleniumga o'xshash. Buni odatda Seleniumni bilgan odam bir hafta vaqt chiqarsa buni o'rgangan bo'ladi. Andın 4+ years of experience in Selenium, JMeter, andın Cypress debdi. Biz Seleniumni o'tamiz, JMeterni o'tamiz. Experience developing test automation in at least one of the program language Java debdi. Yoki Java, yoki C# yoki Python. Biz Java'ni o'tamiz. Andın knowledge of REST API. Biz API testini o'tamiz. Excellent programming skills and strong problem solving abilities debdi. Ya'ni programlarga ixtiro bo'lish kerak. Andın masalani birtirab qiladigan ixtiro bo'lish kerak debdi. Demak, mushkul xizmatlarga 2 yildan 4 yilgacha tengab, sizlar o'tir hisoblan shu 3 yillik xizmat tajribasiga ega deb xizmatlarga iltimos qilsangiz bo'ldi. Bizniki tarbiyalash programmamiz o'tganda men tafsil tushuntirgandek, bizniki bu 300 soatlik o'qitish, ondan 2 oylik project. Odatda oliy maktabda bir mavsum o'qisanglar, u yarim yillik xizmat experience tan bo'ladi. Bizning umumiy tarbiyalash shu oliy maktabniki 5 mavsum bilan o'xshash. Shunga 2,5 yillik xizmat tajribasiga ega bo'lgan kishilar odatda shu bizniki 6 oylik tarbiyalashni tugatganlarga teng darajada xizmat tajribasi jo'g'laydi. Shunglashqa 3 yildan 5 yilgacha xizmat tajribasiga ega bo'lib, sizlar xizmatga iltimos bo'ldi. Yana birini ko'rib boqaylik. Masalan, bu yerda QA engineer qiling. QA engineer ma command group debdi. Bu yerda Firmtech Solutions AG debdi, ma test engineer. Manda command test automation engineer debdi Istanbuldagi. Buni ko'rib boqaylik. Buningki talablari 3+ years of software testing experience debdi. Yani software industry experience including QA and software testing debdi. Demak, 3 yillik tajribasi bor bo'ladi ekan.
at least 2 years of experience in using any test automation tools like Selenium and Cypress. Andın Appium yoki JMeter. Mushunchada biz Seleniumni o'timiz. Andın JMeterni o'timiz. Excellent understanding of test automation frameworks. Yani test automation frameworkni lalashni obdan tushunadigan debdi. Excellent understanding of version control, Git yoki Gerrit debdi. Biz Gitni o'timiz. Andın test plan, test case yazish debdi. Jenkins debdi. Biz balalarga shu testni Jenkins serverda qanday mangdirishni o'timiz. Programming language'dan Java debdi mana. Performance testing'den JMeter'ni debdi. Andın onundan başqa excellent analytic and problem solving skills debdi. Bu her bir o'quvchining o'zininki shu masalani qanday hal qiladigan iqtidori bu o'quvchining o'ziga bog'liq. Mushundan ko'rib turibsizlar. Bu bizniki tarbiyalashdagi butun mazmun shu xizmatning ehtiyojiga mos keladi. Andın ma'lum debdi, being fluent English in both verbal and written communication. Men burun shu Turkiyadagi ham boshqa yerga qarindoshlarga dedim. Darsni Uyg'urcha, inglizcha qo'shtilda o'timiz deb. Sabab nima uchun deganda, mayli siz Turkiyada bo'ling, yoki Gollandiyada bo'ling, yoki boshqa davlatlarda bo'ling. Boshqa davlatlarda garchi shu davlatning yerlik tilini so'zlagan bilan program laylagan tili butun dunyoning amirida o'xshash ingliz tili. Shunglashqa agar shu IT sohasiga men kirib kelgusida shu programming sohasida ish tepib turmushimni o'zgartiraman deydigan qarindoshlar bo'lib qolsanglar, menimcha dars boshlashdan burun ancha-muncha ingliz tili o'rganishni boshlashni bo'ldi. Ingliz tili o'rganishda inglizcha kino ko'ringlar, qisqa xabarlarni anglanglar, shu orqali inglizchani asosan o'rgangan bo'ladi. Shuna qilib bugungi bu qisqacha videoda men Turkiyadagi xizmat ahvolini biroq tunishtirdim. Andin shu qarindoshlar biz qanday iltimos qilamiz degan savolni mendan chex so'radi. Men yana bir qatim deb beray. Sizlar unitedcoder.com degan to'rbatga chiqib, bizning shirkatniki tor adresi. Shu to'rbatdan Full Stack Coding Bootcamp ma'lumotini olsanglar, bu yoqda bütün uchurlar bor. Buningki talabi qanday, program qachon boshlanib, qachon oxirlashadi, darsni kim o'tadi, aning keyindan dars o'tadigan mazmuni qanday, ba'zi menni so'rdi, ma'lum qaysi mazmun o'tasiz deb. Men o'rgangan mazmun hammasi inshaalloh bor, shu to'rbatilda bor. Ankendan yine başka şu estet degan xizmatning usulları Amerikadagi usullar ham ko'rsatilgan bo'ldi. Mush turbatni ashqandan ekan mayaqdan register tizimlatiman deganni bossanglar, form chiqadi. Google'niki tizimlash form. Shu formni ochib, bu yerga email adresini kirgizsizlar, ismini kirgizsizlar. Anakenden familiyani kirgizsizlar, el-xatni kirgizsizlar, boshqa el-xat adresi kirgizsang bo'ldi, telefon nomeringni, WhatsApp nomeringni kirgizib qo'ysang bo'ldi, davlat, shahar adresi kirgizsanglar, pochta nomeri. Andan computer experience, kompyuterni bilmamsiz degan shu qisqachani o'qib dedim. Bundan tanlasang bo'ldi. No experience degan hech qanday tajribam yo'q. 1dan 10 gacha, 1 yildan 3 yilgacha, 3 yildan 5 yilgacha, 5 yildan yuqori programma tuzat tajribasi. Buni aytib, andan bu uchurni qanday bildingiz deganga ya Facebookdan bildingizmi, ya Instagram, Twitterdanmi, yoki do'stlaringizlar o'qitdingizmi? Savolingizni biz qoldirib qo'yib, yoki submit desangiz, odatda uchurlar keladi. Sizga tizimlatingiz degan uchur bor edi. Agar email adresingiz to'g'ri bo'lsa, bu uchur bor edi. Agar xato bo'lib qolgan bo'lsa, uchur bo'lmaydi.
Lekin telefon numarangizni qoldirib qo'ysangiz, biz shu dars boshlashdan bir 15 kun burun bütün tizimotgan o'quvchilarga bir xil uchur solamiz. Har bir o'quvchiga ayrim-ayrim uchur solmaymiz. Shunday qilib bugungi sin orqali Turkiyadagi xizmat uchurini bir aqor tushuntirib qo'ydim. Keyin qatimda men yine Türkiye'nin atrofidagi boshqa davlatlar, Gollandiya, Belgiya, Angliya, Germaniya, Fransiya degandek mushu davlatlardagi xizmat uchurlarini tunishtiraman. Bu videoni men shu YouTube'dagi Uyghur School degan kanalga qo'ymoqchi. Uyghur School degan shu YouTube kanaliga. Sizlar shu kanalga tizimlab qo'yasizlar o'zinglarni. Men bir video chiqarsam, shu videoning uchuri sizlarga davomlab boradi. Undaq bo'lsa, bugungi sinni ko'ngil qo'yib anglag'inglarga ko'p rahmat. Haftaning oxiri xayrlik bo'lsin. Keyingi sinda ko'rishaylik.